Amerika. Qo'shma Shtatlari Yevropaning sanoatini o'ldirmoqda. Chunki AQSh hozirgi ortiq ishlab chiqarish inqirozida Yevropa uchun dushman va raqib hisoblanadi. Yevropa arzon tabiiy gazni rad etdi. U Rossiyadan quvurlar orqali ishonch bilan yetkazib berilardi. Rossiyaning ulushi AQSh bilan almashtirildi. Ammo AQShdan tankerlarda suvsizlantirilgan tabiiy gaz yetkazib berish Rossiyadan quvurlar orqali yetkazib berishdan qimmatroq. Shunday qilib amerikaliklar Yevropadagi energiya narxlariga ta'sir qilish imkoniyatini qo'lga kiritdi. Energiya narxi sanoat uchun juda muhimdir. Yevropa sanoati allaqachon Rossiya bilan aloqalar uzilishi tufayli katta zarar ko'rdi. Kelajakda amerikaliklar energiya narxlarini tartibga solish orqali Yevropa sanoatini kamaytirishda davom etadilar. Amerikaliklar dono harakat qilmoqda. Raqib sanoatini yo'q qilish o'zlarining sanoatlarini yo'q qilishdan yaxshiroqdir.